quyosh botgandan keyin to saharlik vaqtigacha mo'min musulmon kishi o'z ahli ayoli bilan jinsiy yaqinlikda bo'lishligi joizmi yo'qmi degan savol bo'lyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Muhtaram azizlar. O'tgan suhbatlarimizda Ramazon oyini farzlari haqida gapirib o'tgan edik va sunnatlari haqida. Endi farzlarni aytgan edikki, inson ro'zador odam niyat qiladi va niyatdan keyin o'zini yeyish, ichishdan o'zini tiyadi va jinsiy yaqinlikdan ham o'zini tiyadi deb aytib o'tgan edik. Bu tiyish vaqti, o'zini tiyilish vaqti tong otgandan to quyosh botguncha degan edik. Endi ba'zi savollar kelib tushyaptiki, quyosh botgandan keyin to saharlik vaqtigacha mo'min musulmon kishi o'z ahli ayoli bilan jinsiy yaqinlikda bo'lishligi joizmi yo'qmi degan savol bo'lyapti. Azizlar, islomni boshida Ramazon oyi dastlab farz qilingan vaqtida kechasi ahli ayolga yaqinlik qilishlik man qilingan edi. Lekin ba'zi sahobai ikromlar tomonidan bu man buzilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni Baqara surasida bunga ruxsat berdi. Astag'firullah, al-ana bashiruhunna. Ya'ni endi hozir sizlarga kechasi ahli ayollaringiz bilan jinsiy yaqinlik qilishlik, muomalada bo'lishlik ruxsat berildi. Endi bemalol qilaveringlar deb Alloh taolo mo'min musulmonlarga bunga ruxsat berdi. Demak, ro'za vaqtida, ro'za kunlari, ya'ni quyosh botgandan keyin to tong otguncha jinsiy yaqinlikda bo'lishlikka shar'an ma'nilik yo'qdir. Demak, iftorlikdan keyin to saharlik vaqtigacha yeyish, ichish va o'z ahli ayoli bilan jinsiy yaqinlikda bo'lishlikka shariatda hech qanday to'siq yo'qdir. Vallohu a'lam bis-savob.